shu degan mana o'zi. Bu yoq qo'ymaydi ko't, nomard bu yoq qo'ymaydi. Lekin men hech kim videosini ham qo'yib hech kim bilan ishim yo'q. Bu onayni ham mag'rur tashag'im bosilib bo'lgan. Mana shu. Turnik qilib tortiladi. Mana zal kezida turnik bor. Aka, tushunsam ham kulaveraman sizni. Ko'rsam nasdan ko'tarib ketadi. Adduji konsert bersiz. Davay bir 200 ming so'mdan xalqlar do'stligida konsert beramizmi? Davay shunaqa qilamiz. Faqat sharti bor. Mana 2000 ta odam bor. Yana reklama qo'ysak 4000 ta odam keladi. 4000 turistdan konsertda anaqada Drujbada. Yo'q, xumoqdanmi qayerdadir. Davay anaqa qilamiz. Zakitiy qilamiz. Eshing tagida hamma telefonlarni tashlab kirasizlar. Xuddi bir Gollivudddagi 1 milliard dollar ketgan kinoni premyerasida telefonlar ishlatmaydi-yu, unaqa. Nima deydi? Tarqab ketish kerak emas. Ha? Davay shunaqa qilamiz. 300 ming, 500 ming mayli byudjetdan tushgan pulga bitta mashina qo'yamiz sovg'asiga, mayli, men roziman. 50% daromadim o'sha ketsa-da. Faqat yozib olmaysizlar-da. Men sizlar bilan uski kruk shunaqa narsalarni gapiraman. Shunaqa. Ana kayfiyatingiz yo'qmi? Testosteroning kam. Tuchog'im turmayaptimi? Testosteroning kam. Uning o'lib qoldimi? Testosteroning kam. Oshqozoningda ovqat hazm bo'lmayapti? Testosteroning kam. Yo'q, opa, men kecha atravlini bo'ldim, nito pomidor yeb qo'yibman. Testosteroning kam, pidaras. Kayfiyatim yo'qligi kecha haligi shunaqa bo'lib qoldi, yaqin do'stim mashina urib ketdi. Testosteroning kam, pidaras. Yana nima deb qo'ydi menga? Aka, vaynlarga ideyani qayerdan olasiz? Mana. Просто открой глаза. Розовые очки не едь. Mana bu rozali ochkingda zo'rku hayot. Hech kim aldamaydi. Hamma bir-birini sevadi. Hech kim beshga bir urmagan. Voy. Sevganlar bir-biri bilan babichki в животе, qushlar, rozali kapalaklar. Hech kim xotiniga qaramagan. To'yda katta qizni ko'rganda bola hammasi yerga qaragan. Rozali ochkingni da ye chuka. Qara. Mana senga ssenariy, mana senga kino, mana senga hayot, solishtir, ko'r, ol, tajribang bo'lsa tushunib olasan. Aka, uyqum nima? Aka, uyqum kelyapti. Shunday Instagramga qilyapsiz. Kirsam uyqum qochib ketdi kulib. Mayli endi. Nima qilamiz? Konsert beramizmi yo'q? Shundan gapiringlar, mard bo'linglar. Faqat sharti skiti kamera, bunaqa zirekka taqadigan, imchakka taqadigan kameralar bilan kirmaylik, o'ziga taqib oladigan soatga taqadigan kameralar hammasini tekshiramiz. Telefonlarni kazinkaga solasizlar, eshik tagiga. O'tiramiz, mikrofonni berasizlar. 2 soatdan keyin mikrofonni qaytarib beraman. Va'da beraman, maza qilamiz lekin sizlar u haqiqatlarni eshitishga, u haqiqatlarga psixologik tayyor bo'lishingiz kerak. Rozali ochkini eshingizni yechib kirishingiz kerak. Yechib kirasizlar, biz sizlar bilan Instagram ko'proq haqida gaplashamiz. Ochkida olaman. Mana shu Timur aka faqat meni videolarimni mendan so'rab, hurmatimni qilib, aka mana bu joyi bo'ladimi ko'ring deb bitta shu odam hashardagi videolarni qo'ydilar. Ana bitta bilan zilchi bola bor ekan, lekin meni yomon sharmanda qildi-da borku. Gif degan joyini kesib qo'yib umrimni xazonga aylantirib yubordi borku. Mana odobli insonni ajratib olsangiz bo'ladi-da. Ko'p inson o'sha kuni video oldi, lekin mana shu
Timur Avto mana o'zlari ham yozyaptilar. Shu odam birinchi menga direktni jo'natib, yoqmagan joyini kesib tashlaydiganlarni 5-6 ta videodan aka mana bunisini qo'ymasangiz yaxshi bo'lardi desam, o'sha joyini olib tashlab qo'yganlar. Misol uchun-da, mana tarbiyada baribirda mana birovni chunki nomi sha'ni haqida gap ketyapti-da. Insonlar birov nomi bir kunda o'ldirib yuborishlik mumkin-da. Bu xalq bizni xalq shunaqa xalqki, yaxshi inson bo'lsangiz ulug'likni ko'taradi osmonlarga, ko'klarga. Lekin pidaras bo'lsangiz bir kechada komment orqali o'zingizni osishga majbur qilib tashlaydi-da. Shunaqa kommentlar yozib, shunaqa videolar qilib, ertasi kuni bo'ldi. Bevafodan ya men o'zimni osaman, yashamayman deydigan qo'radi-da. O'shaning uchun qaranglar, pul bor desa, kepkani qara yetirib ketgan. Mash kepka bilan yuribman qaranglar. Bitta karta qo'ysam, pul yig'ish olmaysizlarmi? Kepka olgani. 10 ming so'mdan tashlasanglar. Zo'rda shunaqalar bor ham. Oldinlari masjid qo'ygan paytlarimiz yokida uy qo'ygan paytlarimiz Hojivoy konsertidagi odamlar bo'lardi-da. O'tirib birovga hisoblanganlar bor-ku. 77, 78, 79, 80, 81 birovga hisoblaydi-ku. Bu bir yil bir mavzu bo'lib qoldi. Nima deydi o'shanda? Aziz aka, o'sha payt 2 millionmi, 3 millionmi odamim bor edi. Bitta oilani anaqa qilish kerak edi, olib chiqib anaqa qilish kerak, uy olib berish kerak. Bitta video qo'ysangiz, shuncha 3 million odamingiz bor. 3 million eshityapsizlarmi? Super mozgda jaram. Elon Musk bilan maslahatlashib, keyin o'zini kosmik kemalarini osmonga uchiradi. Nima deydi? Ana Hojivoyga o'sha. Hech narsa qilmaydi, faqat hisoblaydi. 77, 78, 79, 80, 81. Nima deyapti o'sha paytda? Aka, bitta oilaga uy olib berish kerak-da, shunday video qo'ysangiz postga, shunday odamlar haligi 3 million odamingiz 10 ming so'm tashlasa ham 3 milliard yig'ilib ketar ekan. Bu deydi-da. Bitta odam mushkuli oson bo'ladi. Bir odamni mushkuli haqida, oxirat haqida menga gapiryapti. Men aytdim, yo'q, iloji yo'q. Siz o'ylaganchalik oson narsa emas. U odamning ko'yniga tushib, bu odam haqdorligini olib chiqish kerak. U muammosi bor, u javobgarligi bor, u kartalar nazoratda bo'lishi bor, boshqa bor. Ertaga uy olib berishga pul yetmay qolsa, bizdan javobgarlik bo'lib qoladi. Qo'ying desam, shuncha odamingiz bor, hammasi poddержка qiladi. Bu uchun javob beryapti. Keyin aytdim, bo'pti dedim, qara dedim. Senga bitta matematika dedim. Gandon dedim. 3 million odam bo'lsa, 3 million odam pul tashasa, 3 million nima uchun? Sen o'ylayotgan darajada 3 million odam bo'lsa, pul tashasa, nima uchun Ehson video 10 mingta ham like yig'maydi даже? Odamlar like bosishga erinadi. Odamlar 3 million odam bir daniga bitta odamga telefonni ko'tarib turib, programmasiga kirib turib, uning kartasini terish tam oson edi-ku, like bosish. Nima uchun like bosmayapti unda? 77, 78, 79, 80, 81. Tushunayapsan biladiganim? Mingta like 20 tayinli ehsonlar. Karta qilsa ham 10 mingta odam tashiydi degani emas. 3 millionni qo'y uka, 3 millionni chekiga chiqar ularni. Bir oyda bir marta Instagram kiradigan levi profillarni yarmidan ko'pi. Живой haqida gaplash. 10 mingta like bosmagan odam 10 mingta pul tashiydi degani ham emas u.
uni birovga uy olib chiqib olib beraylik, 50 ming dollar turar ekan uy deb turib, ertaga 700 millionni boshga ilib olib turib, bir oy keyin yurish kerakmi, iltimos shunga yo'laylik, umrida yedik-ku deb odamlarni ko'zida yomon ko'rib. Hokim tema yomon bo'lyapti, bir nima deboring. Hokimlarning umri uzoq bo'lsin. Uylarida hamisha mana shunaqa insonlar ularni duo qilsin. Ular bor, mana viloyatlarimiz, shaharlarimiz go'zal, tinch, obodon, toza. Hokimlarimiz umri uzoq bo'lsin. Nima deyman men ular haqida? Men bilmayman nima haqida gapiryapsizlar. Men tanigan hokimlar, shaxsan tanigan hokimlar juda, mana Yangiyo'l haqida gaplashamiz. Yangiyo'l hokim haqida. Yangiyo'limiz obod, go'zal, toza, sokin. Bilasan, tushuninglar-da, do'stlar. Har doim mana nolish osonda, noliymiz. Hukumat to'g'ri tushunaman. Hozir aytishimga, aka, birlikda o'tirib olib, zikrda o'tirib olib yoki-da hukumat moshida o'tirib olib gapirish oson. Mazgila. Men bu narsalarga o'zim kelib qolganim yo'q. Men esimni tanaganimdan 9 yoshimdan beri bozorda ishlaganman. Blogerство bo'lmasam boshqa ish qilib ketiraman. Men shunaqa harakatchan, shunaqa insonman. O'shaning uchun aytaman, har doim har kim o'zi duxi yetgan hayotda yashaydi. Shuning uchun chiqib olib turib, buni yomon, taqdirim yomon, qismatim yomon, hokim yomon, mahalla raisi yomon deyurgandan ko'ra, o'ylaylar. Dunyoda bo'layotgan voqealarni ko'ringlar. Solishtiringlar. Bu dunyoda eng qimmat narsa bu bezopasnost va tinchlik. Musaffo tinch osmon. Hali ko'zlarning oldida biror marta bir qarindosh urug'larning radni uylarni bomba tushib yoki o'q otib ichi-chavog'i chiqib ketgan